ikkinchi yarim final. Qizil belbog'da Umid Mahmudjonov, mana u ko'kda esa Pahlavon Nabiyev. Andijondan ko'k belbog'da. Toshkent shahri va Andijon viloyati vakillari yarim finalda to'qnash kelishmoqda. Jang boshlandi. Middle kick bilan ochko ishlab olyapti. 1-0 hisobni ochdi va lekin Mahmudjonovning qo'l zarbasi hisobni tenglashtirish imkoniyatini berdi. Oyoq bilan hujum, high kick tegmadi. Dastlab middle bilan boshlaganda u ham tegmadi. Yana shunday holat, boshqa hujum. Tatami tashqarisiga chiqib ketyapti Toshkent shahri vakili Umid Mahmudjonov. Bu birinchi holat, keyingisida raqibga ball berilishi mumkin. Zarba almashinuvi ketma-ket. Wow! 4-2. Mana shu bitta hujumning o'zida 3 ball ishlab oldi. Pahlavon Nabiyev bo'ldi, uxlab qoldi hozir. Muddatidan oldin yakun. Dahshat. Og'riq. Shifokorlar kerak bu yerda hozir. Nabiyevni qo'llab-quvvatlashyapti butun arenadagilar va u ham javob qaytardi. Bu usulga endi albatta olqishlar yarashadi. Og'riq, yelkada qandaydir muammo bor hozir. Aynan unga shifokorlar yordam ko'rsatishyapti.